100ligi uchun yuqoriroq bu zichligi. 120 qalinlikdagi berilgan. Mana sizniki 100 bo'lyapti uka. Ko'ryapsizmi? Zichligi kam buni 100 bu. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu loyiha asosida bajarilmagan. Buni buzasiz uka. Quva tumanidagi maktab qurilishida loyiha talablaridan chetga chiqqan holda bajarilgan ishlar demontaj qilindi. Farg'ona viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Quva tumani hududidagi 46-umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish obyektida navbatdagi nazorat tadbiri o'tkazildi. Nazorat davomida qurilish-montaj ishlari belgilangan loyiha yechimlari hamda amaldagi qurilish me'yorlari asosida o'rganildi. Shuningdek, obyektda texnik nazorat, mualliflik nazorati va ichki nazorat mutaxassislari tomonidan nazorat ishlari belgilangan tartibda olib borilmagani aniqlandi. O'rganish jarayonida ishchi loyiha hujjatlarida mavjud binoning sport zali tashqi orqa devoriga zichligi 120-140 kg metr kub, qalinligi 50 mm bo'lgan sun'iy tolali issiqlik saqlovchi mineral paxta minvata qoplamasini o'rnatish belgilangan bo'lsa-da, amalda zichligi 70-100 kg metr kub, qalinligi esa 40 mm bo'lgan minvata ishlatilgani aniqlandi. Aniqlangan qoidabuzarlik yuzasidan qurilishning mas'ul shaxslariga majburiy yozma ko'rsatmalar berildi hamda sifatsiz va loyiha talablaridan chetga chiqilgan holda bajarilgan ishlar inspeksiya xodimlari ishtirokida joyda buzdirilib, qaytadan loyiha asosida bajarilishi ta'minlandi. Hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qurilish obyektlarida sifat, xavfsizlik va loyiha hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazorat tadbirlari muntazam davom ettirilmoqda.